Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Ispaniya La Ligasi 26-tur bahsi Real Madrid Getafe uchrashuviga sizlarni taklif On 8 yoshli yigitchani biroz avval sizga namoyish etishdi. Thiago Pirach 10-raqamda Martin Satriano. Vinicius top bilan Vini zarba yo'lladi. Vini yo'llatib pastki burchakka balki yo'naltirib. Mehmonlar hujumga o'tishmoqchi. Uzatma amalga oshirildi, ichkariga zarba yo'llandi va Trent qaytardi to'pni va kelasi ham maydonning vaqtida chindan ham ish hajmi teng bo'lingan edi. Uzatma. Zarba yo'llandi va super gol kiritilyapti. Getafeda birinchi aniq zarba va Real Madrid darvozasi ishg'ol etildi. Ajoyib gol! Satriano to'pni to'xtatmay mixlab qo'ydi. Chunki ular biroz bo'lsa ham ustunlik bilan o'ynashayotganda to'p nazorati ularda edi. Mana birinchi aniq zarbali hujum va shuni o'zidayoq mana bunday gol ko'ryapmiz. Milla to'pni, yo'q, Arambari to'pni olib berdi. Ikkinchi qavatda Chomini bilan kurashdi va Alson. Carvajal. Franco. Uzatmasi, imkoniyat, zarba va qanday qilib Rodrigo boshi bilan zarba yo'lladi. Qaytadan. Yo'q, ofsayd. Va darvozabon qaytargan. Suriya qaytargan mana bu zarbani. Va keyin Carvajal ham darvozaga yo'naltirmoqchi bo'ldi, uddalay olmadi, lekin Suriya. Xo'sh, hakam ruxsat berdi. Zarba yo'llandi, darvozabon egallab oldi. To'p qaytarildi. Carreras. O'yin o'z nihoyasiga yetdi. Xuddi kubok yutgandek Getafe